Nimani kutyapsiz? Yoshingiz katta bo'lib keksayishinimi? Qayergadir ketishnimi? Yangi do'stlar uchratishnimi? Holatingiz yaxshilanishinimi? Yo'q. Buni hoziroq boshlang. Hozir o'ylab ko'rishning ayni vaqtidir. Hayotimizni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun eng munosib vaqt kelishini kutyapmizmi? Shunday munosib vaqt kelsaki, biz gunohlarimizdan Allohga tavba qilib, hammasini boshidan boshlasak. U kunda biz namoz o'qishni boshlab, ichish, chekishni tark etsak. Ba'zilar hammasini o'zgartirib yuboruvchi o'sha kun kelishini kutib o'tirgan bir vaqtda boshqalar gunoh botqog'idan chiqib ketishdan umidlarini butkul uzganlar. Lekin Alloh Qur'onda aytadiki, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Yana o'z Robbisining rahmatidan faqat adashganlargina noumid bo'lurlar degan. Agar hali ham tushunmagan bo'lsangiz, aynan hozir Allohga qaytishni vaqtidir. Shunday ekan, kutishni bas qilib, holatingizni hoziroq o'zgartiring. Jumaning tuni va kunida kim menga 100 ta salovat aytsa dedilar Rasululloh. Uni 100 ta hojatini Alloh ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan, 30 tasi dunyo hojatlaridan. Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deyish men uchun, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, quyoshning nuri tekkan narsalarda hammasidan ko'ra yaxshiroq. Arobiyga sen o'lasan deyishdi. U xo'sh, keyin nima bo'ladi dedi. Keyin Alloh taologa yo'liqasan dedilar. Bizga nima yaxshilik yetgan bo'lsa, undan bo'lgan. Shunday mehribon zotga yo'liqishdan qo'rqiladimi? dedi u. Yarim kechasi ko'zingga uyqu kelmagan paytda o'zingni qanday his qilsang, sen aslida shundaysan. Yo'q, unday emas deb nimadirlarni isbotlashga ham urinma. Balki unday emasligiga atrofdagilarni ishontira olarsan. Lekin unutma, ertaga baribir o'sha uyqusiz, kim ekanligingni qo'rqmasdan yuzingga aytadigan uzun tun seni kutib turibdi. Shunday ekan, o'zingni o'zing aldashni bas qil.